Allohning berganida ham, bermaganida ham hikmat bor. Saudiya Arabistoniga shomlik bir yigit ko'chib keldi. U Riyodda onasi bilan turardi. Bir gal Livanga ish yuzasidan safar qilishga to'g'ri keldi. Lekin onasi ruxsat bermadi. Bir o'zim qolib ketaman, zerikaman, sensiz qiynalaman deyishiga ham qaramay, uni amallab ko'ndirganday bo'ldi. Uchib ketishidan bir kun avval aeroportning yuklarni topshirish bo'limiga kelib, narsalarini oldindan topshirib qo'ydi. Maqsadi ertasiga jomadonlarsiz to'g'ri aeroportga kelib, mashaqqatsiz uchoqqa ketish edi. Kechqurun yotish oldidan onasiga tong otmasdan meni uyg'otib qo'ying dedi. Ona farzandini uzoqqa qo'yib yuborgisi kelmadi. Buni hech ham xohlamadi. Uni uyg'otmadi. O'g'il o'zi uyg'ondi. Apil-tapil kiyindi va aeroportga yugurdi. Shoshganicha ko'chaga chiqib taksi to'xtatdi. 2 hissa pul beraman, faqat aeroportga zudlik bilan yetkazing. Samolyotim uchishiga atigi 45 daqiqa qoldi, deya kelishdi. Yo'l asnosida tinmay Allohga yolvorardi. Allohim, uchoq uchishidan oldin ulgurib qolay, harakatlarim zoye ketmasin, o'zing oson qilgin, derdi tinmay. Aeroportga yetib keldi. Ro'yxatdan o'tdi va soatiga qaradi. Samolyotga chiqish uchun ruxsat berilishiga 15 daqiqa bor. Terminalda kutib o'tirdi. Mudroq bosdi va uxlab qoldi. Falon yerga uchuvchilar diqqatiga, falon reys bilan uchuvchi samolyotga chiqish boshlandi, deya jaranglagan e'lon va ovozlarni eshitmadi. Birdan cho'chib uyg'ondi va o'chog'iga shoshdi. Afsuski, bu paytda uning samolyoti osmonda parvoz qilayotgandi. Yigit o'zini qo'yarga joy topolmas, safari naqadar muhimligini aytib gudranar, bir narsalar deb achchiqlanardi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Axir men Allohdan tinmay so'ragan edim-ku. Uchoqqa ulgurishim uchun yolvorgandim-ku. Hatto taksiga ham 2 hissa pul to'ladim-ku. Alloh duolarimni qabul qilmadi, derdi u. Atrofidagi odamlardan biri, qo'ying, siqilmang. Barcha so'z foydangizga. Alloh taolo ixlos bilan qilingan duolarni hech qachon rad etmaydi. Ba'zida inson biror foydani ko'zlab, o'zicha nimalarnidir qilaman deb o'ylaydi. Manfaatni ko'zlab Allohdan so'rayveradi, lekin oqibatida nima zarar borligini sezmaydi. Uni faqatgina Alloh biladi. Shuning uchun ham so'raganing bu emas edi, deb uni bermay turadi. Siz tilda shuni so'raverganingiz bilan aslida maqsadingiz o'sha ishning natijasi bo'ladi. Alloh so'raganingizning lafzini emas, ma'nosini e'tiborga olgan, deya qo'shib qo'ydi. Yigit uning gapini eshitib battar g'azablanar, jahli chiqar edi. Yigitsiz osmonga ko'tarilgan uchoq yerga qayta qo'nmagan. Barcha yo'lovchilar bilan birga texnik nosozlik tufayli kelib chiqqan alanga oqibatida portlab ketgan. Inson ba'zida o'zi uchun zararli bo'lgan narsalarni so'rab qo'yadi. Albatta, bundan xabari bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo barcha narsani bilguvchi, xabardor zotdir. Bandasining so'ragani nimani iroda qilgan edi, hammasini biladi. Masalan, ota bolasini yetaklab ko'chaga olib chiqdi. Do'konlardan, bozorlardan o'tishdi. Farzandining ko'zi o'yinchoqlardan biriga tushdi. Olaman deya yig'lab xarxasha qildi. Otasi olib berdi. Endi bola mevalar, shirinliklar, shokoladlarni ko'rib qoldi. Olib bering degandi, otasi yana olib berdi. Endi esa dorixona oldidan o'tib qolishdi. Bola ba'zi dorilarning tashqi tarafi jimjimadorligini ko'rib qoldi va olaman deya turib oldi. Ota buni olib bermadi. Zotan farzandi tushunmay so'rayotganini, chiroyli qadoqqa ko'rinayotgan narsani shokolad deb o'ylayotganini biladi. Alloh taolo ham bizga olib so'rayotgan duolarimizning ma'nolarini biluvchi zotdir. Biz qasd qilib so'rayotgan ma'no aytayotgan lafzlarimiz yo'qligidan xabardordir. Shuning uchun so'raganimizni ijobat etmay turaveradi. Bir banda, ya'ni ota bolasiga nima zarar, nima foyda ekanini bilib, farzandi rioyasini qilgan ekan, Alloh taolo bizning Rabbimiz bizga o'ta mehribon va rahimli zot. Hammadan ham ko'ra kuchliroq g'amxo'rdir. Banda uchun foydalisi va zararlisi qaysi ekanini juda yaxshi biladi. Shunga qarab beradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Alloh taolo doimo chorasiz qolgan bandasining chin dildan qilgan duosini ijobat etadi. Biroq intilayotgani o'ziga zarar ekanini bilmay, tinmay so'rayversa, uni bermasdan turishi ham mumkin. Muammolarning yechimi Allohga yuzlanishda. Hayotda inson ko'p muammolarga duch keladi. Hatto ba'zida er-xotin o'rtasida ham nizolar bo'lib turadi. Bu muammolarning ayrimlari er-xotinning o'rtasidagi haqiqiy kelishmovchiliklardan kelib chiqsa, boshqasi tashqi sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Bunda asosan er-xotinning yaqinlari muhim rol o'ynaydi. Eng yomoni, ushbu muammolar ajrashish, taloqqacha olib keladi. Bir ayol bunday hikoya qiladi.
Turmushga chiqdim. To'yimizga ko'p bo'lmay erim bilan muammolarim ko'payib ketdi. Ajrashishgacha bordik. O'ylashimcha asosiy sababchi qaynonam edi. Ota-onamning uyiga ketdim. Doim erim bilan yarashishni o'ylardim va shunga intilardim. Ba'zi vaqtlarda erimga qo'ng'iroq qilib gaplashardim, lekin erim har safar yarashishimiz, yana bir oila bo'lib yashashimiz qiyinligini ta'kidlardi. Onam bunga rozi bo'lmaydi. Men biror narsa qilishga qodirmasman, onamga qarshi qolmayman, der edi. Erimdan umidimni uzdim, Allohga yuzlandim, ko'p namoz o'qidim, zikru istig'forlar aytdim, ammo ishlarim chigallashib ketaverdi. Shunda ham umidimni uzmadim. Duo qilishda davom etdim. Erim bilan gaplashib, hayotimizni qayta tiklashga bir necha bor urinib ko'rdim. U meni to'g'ri tushun, men ham seni bilan baxtli yashashni xohlayman, lekin yashab keta olmaymiz. Onam ajrashishimizni xohlayapti, birga bo'lishimizga ko'zim yetmayapti, derdi. Atrofimdagi barcha yaqinlarim erim bilan hayotimni yana qayta tiklashimga ishonmasdi. Ular kelajagimni erim bilan birga ko'ra olmasdilar. Lekin men bir lahza ham umidimni uzmadim. Robbimgagina suyanardim, undan tinmay so'rardim va duolarimni ijobat bo'lishiga iymonim komil edi. Qalbimda Alloh duolarimni ijobat qilarmikan degan zarracha shubha bo'lmasdi. Albatta, Alloh meni eshityapti va bir kunmas bir kun istaklarimni amalga oshiradi, deb qattiq ishonardim. Taloqdan keyin iddam tugashiga bir kun qolgandi. O'sha kuni ko'p yomg'ir yog'di. Go'yo dod faryodlarimga osmon ham chiday olmay men bilan qo'shilib yig'layotganda edi. Keyin tashqariga chiqib, yomg'ir ostida qoldim va o'sha yerda ham Robbimga iltijolar qildim. Qalbimning tubidan duolar otilib chiqardi. Menda zarracha umidsizlik yo'q edi. Ishonardimki, Alloh meni eshitib, istaklarimni ro'yobga chiqaradi. So'ng Allohga yuzlandim. Ey Robbim, meni kechir. Barcha ishim sening izmingda. O'zing qalbimdagilarni bilguvchisan. Ey rahmlilarning rahmlisi, ey qiyinchiliklarni yengil qiluvchi zot, ey temirni eritib yumshatib qo'ygan Parvardigor, ey muhtojlarning duolarini ijobat qiluvchi Alloh, menga o'zingning huzuringdan kenglik, xursandchilik bergin. Sen bilguvchisan. Men hech narsani bilmayman. Sen barcha narsaga qodirsan. Mening qo'limdan hech narsa kelmaydi. Kun bo'yi duo qilib namoz o'qidim. Kechasi ro'p-barosa birda erim qo'ng'iroq qildi. U bilan uzoq suhbatlashdik. Ancha gaplashganimizdan keyin u meni qaytarib olib ketishga rozi bo'ldi. Bu saodatga Allohga duo va iltijolar qilish bilan erishdim. Allohga hech bir narsa malol emas. Bizning nazdimizda qiyin ilojsiz ko'ringan narsalar ham Allohga oson. U zot uchun iloji yo'q ishning o'zi yo'q. Allohga hamd aytdim, sajda qildim, shukr keltirdim, chunki u meni erimni menga qaytardi. Iddam tugashidan bir kun oldin men o'ylagan, umid qilgan narsalarimni ro'yobga chiqardi. Baxt, rizq-u ruz, barcha go'zal ne'matlar hamma vaqt Allohning huzuridan keladi. Shuning uchun nima yumushimiz bo'lsa, Allohdan so'rang. Biror qiyin ish sizda paydo bo'lib qoldimi, noumid bo'lmang. Doim la havla va la quvvatani aytib yuring. Aniq ishoningki, Alloh sizning duolaringizni ijobat qiladi. Alloh biz uchun hatto onalarimizdan ham rahimlidir. Ey Robbim, hamisha senga hamdlar va shukrlar bo'lsin. Barcha muammolarning yechimini topishda Allohga duo qilib, unga yuzlanish kerak. Hamma hojatlarimizni ravo qilishini o'zidan so'rashimiz darkor. U zot kifoya. Biz rozi bo'lmagan, yoqtirmagan ishlarni o'zgartirib qo'ya qoladi. Biz mazlum bo'lib turgan holatimizni boshqacha, ya'ni biz uchun yaxshiroq holatga buyurib qo'yadi. Alloh taolo biror bandasini, ayniqsa u ojiz va mazlum bo'lsa, noumid qoldirmaydi. Yodimizda tutishimiz kerakki, Alloh taolo hamisha o'ziga duo qiluvchi, zorlanuvchi bandalarini yaxshi ko'radi. Shuning uchun duolarimizda kenglikni, shod-u xurramlikni faqat Allohdan so'raylik, ungagina iltijo qilaylik. Mazlumlar duosi. Hajjoh Said ibn Jubayr roziyallohu anhuni qatl qilishidan biroz oldin u zot Allohim, mendan keyin uni hech kimning ustidan hukm yurgizadigan qilma, deb duo qildi. Shundan so'ng Hajjohning qo'liga chipqon chiqdi va tezda butun tanasiga tarqaldi. U ho'kiz kabi o'kirib, juda achinarli holda jon berdi. Sufyon Savriy Abu Ja'far Mansurdan qo'rqib yashirinib yurardi. U kishi haramdalik paytida xalifa Mansur Makka sari yo'lga chiqdi. Buni eshitgan Sufyon Savriy o'rnidan turdi va Gababushni ushlab Allohdan xalifani Makkaga qidirmasligini so'rab duo qildi. Abu Ja'far Ma'mun qudug'i yonida Makkaga kirmasdan oldin vafot etdi.
Mu'taziliy qozi Ahmad ibn Abu Duod Ahmad ibn Hanbalning qiynoqlarida ishtirok etdi. Imom Ahmad uni badduo qildi. Alloh uni falajlik dardini berdi. Ahmad ibn Abu Duod tanamning yarmiga agar pashsha qo'nsa ham menga xuddi qiyomat bo'lganday tuyuladi. Ammo jismimning ikkinchi yarmi esa agar qaychi bilan kesilsa ham uni sezmayman der edi. Imom Ahmad ibn Hanbal Vazir ibn Ziyodni duoibat qildi. Uni tutib olgan inson o'choqdagi olovni tashladi, boshiga mix qoqdi. Alloh taolo unga shunday kishini g'olib qildirib qo'ydi. Bu voqealardan ma'lum bo'ladiki, mazlum zolimning oldida ojiz. Unga qarshi turishga kuch yo'q. Demak, unda zulmni o'zidan ketkazishga sabablar qolmaydi. Shu bois, u sabablarni yuzaga keltiruvchi va sabablarsiz ham bajara oluvchi zot Allohga yuzlanadi. Bu uning so'nggi najotidir. Nima deb o'ylaysiz? Bu paytda Alloh uning ohini eshitmaydimi? Yengilib qolmang. Inson borki, bemor bo'ladi. Ba'zilarning kasali og'irlashib ketadi. Ba'zan esa dardga davo bor, lekin imkon yo'q. Ya'ni boshqa mamlakatlarga borishga to'g'ri keladi, qimmat bo'ladi va hokazo. Yana bir holatda davo bor, imkoniyat ham bor, ammo kasalga kerakli va mos tushunadigan a'zo topilmay qolishi mumkin. Bir odam hikoya qiladi. Men buyrak yetishmovchiligi bilan kasallandim. Kimningdir buyragini qo'yish uchun esa katta miqdorda pul kerak. U mablag' menda yo'q edi. Juda qattiq qiynalganman, lekin doim Allohga duo qilardim, istig'for aytardim va o'zidangina so'rardim. Ko'p iztiroblarni boshimdan kechirdim. 8 yil shu dard bilan kurashdim. Doim sun'iy tarzda qonimni yuvdirib turardim. Mahzun va g'amgin yashardim. Juda ko'p azob chekdim. Lekin Allohning fazli ila menga shodlik keldi, kenglik berildi. Robbim duolarimni ijobat qildi. Akam kelib, duo qil. Senga bir odam o'z buyragini tekinga berar ekan, dedi. Bu gapni eshitib sajdaga yiqildim. Allohga hamdlar, istig'forlar aytdim. Ba'zida inson bir muammosini hal qilishda ikkita yo'ldan birini tanlashiga to'g'ri keladi. Bittasi sabr bilan chidab, Allohga iltijo qilish bo'lsa, ikkinchisi kasallikni yengib, shunday o'tib ketish. Yuqoridagi ikki yo'ldan birini tanlash shart. Dardni bergan shifosini ham beradi. Albatta, balo musibatlarni bergan zot xohlagan payt istagan bandasidan o'sha balolarni aritib qo'yishga ham qodir. Kim Allohga duo qilib sabrida bo'lsa, o'zigagina iltijo qilib, unga xorlansa va zorlansa, u kuchli mo'min hisoblanadi. Ikkinchi yo'lni tanlamaslik kerak. Ya'ni kasalliklarga, sinovlarga yengib qolmaslik lozim. Sabr qilmasa, Allohdan yengillik kushoyish so'ramasa, u inson kuchsiz va Allohning nazdida qadri past mo'min hisoblanadi. Odamlar nima deydi? Arab yurtlaridan birida bo'lgan voqea. Qurg'oqchilik kuchaygan zamon edi. Dalalar suvsizlikdan qurigan, ekinlar suvga muhtoj, insonlar Allohdan yomg'ir yog'ishini so'rardi. Ko'pchilik birgalashib istisqo, ya'ni yomg'ir yog'ishini so'rab ibodat qilgani katta namozgohga to'plandi. Ahli ilmlardan biri istisqo namoziga chiqish oldidan namoz o'qigani chiqyapmiz-ku, lekin yomg'ir yog'masa bormi? Ulamo degan nomimiz bir pul bo'ladi-da. Odamlar ahli ilmlar ham shu ahvol ekan, ularning ham duosi ijobat etilmadi-ku deydilar-da, deb qoldi. Shunda bir ulamo unga, siz chiqmay qo'ya qoling. Alloh siz kabilarning duosiga muhtoj emas. Sizaylarning duosi ijobat ham qilmaydi. Atrofimizda boshqalarning gap so'ziga qaraydiganlar emas. Allohdan yomg'ir so'rashimiz kerak degan o'yi borlar bo'lishi, martabasi, darajasidan tashvishga tushadiganlar bo'lmasligini, Alloh roziligi uchun ibodat qiladiganlar ichidan ey Alloh deydiganlar to'planishini xohlaymiz. Shunaqa insonlar bilan istisqo o'qiymiz. Aslida istisqo so'rash sunnati eski kiyimlar bilan chiqilishi kerak. Bu manmansiramaslik uchundir. Maqsad faxrdan, kibrdan, manmanlikdan yiroq bo'lish. Shundagina niyat xolis, Alloh uchun bo'ladi. Yomg'ir yog'dirish Allohning qudratidagi ishdir. Yog'dirsa rahmati ila yog'diradi. Bizning amalimiz bilan emas. Yog'dirmasa qaytariqlardan qaytolmayapmiz ekan. Alloh so'raganimizni bermadi demaymiz. Bandalarning dedilarini cho'chimaymiz deb aytdi.